Assalomu alaykum. Biz masalalarni yechishda davom etamiz. Bugun sizlar bilan SQL X.ru saytidagi 4-masalani yechamiz. Найдите всю запись в таблице принтер для цветных принтеров deydi. Ya'ni bu degani rangli printerlarga doir hamma yozuvlarni chiqar deyapti. Sizlarga oldin bir narsani o'rgatib ketmoqchiman. Hamma yozuvlarni chiqarish uchun biz звездочка operatordan foydalanamiz. Qani, men yechishni boshlayman. Select. Hamma yozuvlarni chiqar degan narsa звездочка bilan bo'ladi. Hamma yozuvlarni chiqar. From nimadan? Bizga qanday printerlarni so'rayapti? Ya'ni rangli printerlarni so'rayapti. Rangli printerlar qaysi bazada turadi? Albatta, printerlar bazasida turadi. Endi from printerni kiritamiz. Rangli printerni aniqlash uchun shart kiritamiz. Bir printerning rangi mana bu yerda berilgan, mana printer degan baza, color. Endi bu yerda Y если цветной degan ana bor. Agar rangli bo'lsa, Y ni bering deb bering deb misolda berib ketilgan. Va color Y. Mana to'g'ri.